Aziz obunachilar, bugungi obzorimizda Brown spanli komplektatsiyasi. Ko'ring va baho bering. Aziz obunachilar, birinchi bo'lib biz komplektimizga kiradigan trumov haqida informatsiya bermoqchimiz. Bu полностью rossiyskiy LMDF dan ishlatilgan laminirованный MDF ultra dekor hisoblanadi. Tashqi fasadi kashmir rasvetkasi bo'ladi. Полностью mexanizmlar, ya'ni salyaskalar tagi qismida joylashgan. Bu yana ham mustahkamligini beradi. И avtodavodchiklari bor. Полностью yumshatilgan holatda yopilib qoladi. Dizaynerskiy xohlasangiz oynagini devoringizga ilib beramiz, xohlasangiz mana shu komplektatsiyaga qotirib beriladi. Komplektatsiya trumov bilan birga o'zini pufiga kiradi. Bu ham полностью porolonda ishlab chiqarilgan, yana hamda odamga qulaylik bildiradi. Aziz obunachilar, komplektatsiyamizga 2 kishilik kravatlar ham kiradi. Kravatlarimiz matras joyi 2 ga 180, izgaloviyalarida sensorli datchiklari bor. Bular Turkiyada ishlab chiqariladi, avtopodsetka hisoblanadi. O'zida sondiqlari bor. Bu полностью ochilganda fiksatsiya holatiga keladi. Metallari Rossiyada ishlab chiqariladi va komplektga 2 dona tumbuchka ham qo'shib beriladi. Materiallari nubukdan ishlangan, полностью karkazli materiallar laminirованный MDF dan ishlangan. Shkafiga keladigan bo'lsak, shkafimizning o'lchamlari 240 ga 220, chuqurligi 60 sm hisoblanadi. Ichida Turkiyada ishlab chiqarilgan sensorli panellari bor, o'zining lazerli datchiklari bor, полностью podsetkasini yoqib beradi. Eshik mexanizmlari OPK Xitoy Germaniya hisoblanadi. 50 ming martagacha ochilishiga kafolat beriladi. Tortma mexanizmlari esa Hightech Germaniya 80 ming martagacha ochilishiga kafolat beriladi. Eksentrik va polka tutgich Hightech, oyoqlari metall xrom, oynalari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Kronkaning qalinligi 1 mm hisoblanadi. Xitoyda ishlab chiqariladi va kronkaga ishlatilgan yelimlari esa Kleyberit Germaniya mahsuloti hisoblanadi. Ushbu modelimiz yoqdimi? Xarid qilish uchun Divano Mebel centriga keling.